Bilamizki, blogersiz, albatta Drujbada biletdan sotasiz. Hop, aka, qilib beraman. Bu yil 2025-yilda kimni konserti bomba zo'r bo'ldi. Eng zo'r konsertni birinchi o'rinda konsert yorib olgan Bunyodbek Saidov 50+. Yoshligi benom. Rostdan zo'r bo'ldi. Kimniki o'rtacha bo'ldi 2025-yilda? O'rtacha konsert. O'rtacha. Kimniki deb o'ylaysiz? Mana bugun kimga tushdingiz? Bugun dizaynga tushdim. Endi odam anaqa bitta joyda bor, bitta joyda yo'q. Olakunda. Endi men kunda kelmayman-da, siz bilasiz batday rezultatni. To'g'ri. Sal odam kamroq konsert, dizayni konserti bo'ldi, aka. Nima sabab deb o'ylaysiz? Sababimi, okalar ko'rishsa noto'g'ri tushunishmasin, chista tanqidni, muxlis sifatida tanqid. Konsertda o'zligini qisqa QVZlar bo'lmagan va katta ertaklardan foydalanishgan. Sal kuladigan joyi ko'p, odamlarga ko'proq ma'no bermoqchi bo'lishdi. Ma'no, mantiq, motivatorlik qilmoqchi bo'lishdi, aka. O'sha sababda o'ylayman. Dizaynga bolalar kulgani keladi-da, chonsmi? 5-6 nashinski bolalar, chayon deb chonsmi? Kulish kelgan odamlar ko'chenski bolalar keladi. O'tdi. Misol uchun o'zi hamma charchaganda, aka, bu konsertga odam pul ajratib, vaqtini ajratib keladi, maza qilib kulaman deb. Bu yerda men misol uchun bo'ldi, ukam, eshitgapti, ukam. Mabodo bilet zaril bo'lsa, qilib berasanmi? Любой joydan, aka, mana kassada tushsin, kassada misol uchun yoqqan joy olishadi. Naboda kassadan bilet topish olmasa, aloqaga chiqsa qilib beramiz. Albatta sizga ham Drujbadagi konsertda bilet zaril bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ko'chenskiy brat, здесь будет каждый день. Правильно? Hamma chiqdi mana shu